Bizga keragi erkinlik va hürlük. Abdori Asiya Uyg'ur. Musulmon dunyosiga lider bo'lish Erdo'g'anningla emas, Erdo'g'anni so'yadigan nurg'un xalqning tushi. Bu tush siz qabul qiling yoki qilmang. Reallikda mavjudligi aniq. Türk dünyası yoki musulmonlar dunyosiga lider paydo bo'lishi dunyoning yana bir qatimliq imperializmlik qaboyatiga qarab mengishning bisharati bo'lib, mundaq bir ahvolning kelib chiqishini musulmon bo'lmagan davlatlar, hatto musulmonlar orasidagi g'arb qimmat qarashlarining dünya tinchligiga ko'rsatgan ijobiy rolini inkor qilmaydiganlar xohlamaydi. Dünya tinchlikka muhtoj. Bu dal Birleşken Devletler Teşkilatı'dan ibaret bir organning ikkinchi dunyo urushidan keyin g'arb qimmat qarashlari, ya'ni butkul dunyoni demokratiyaga yetaklash prinsipi ostida maydonga kelishi va dunyodagi ko'p sonliq davlatlarning qo'shilishi bilan dunyo tartibini saqlaydigan NATO qismlarini barliqqa keltirishidagi asosli sabab. Buni dunyo vaziyatida ko'rilayotgan Sovetlar davridagi soğuq münasibətlər urushidan tartib, O'rta Sharq urushi, irqiy qirg'inchiliklarga, ximiyalik qurollar tahdidi paydo bo'lgan davlatlarga, Amerika qatorliq davlatlarning aralashishi va hozirgi savdo urushining nima uchun iqtisod majrolar doirasidan olqib ketganligidan va butkul g'arb dunyosini va bir qism Osiyo davlatlarini Xitoyga qarshi harakat qilishga majburlaganligidan ko'rib olsak bo'ladi. Shunga bizning bu yerda musulmon dunyosiga biror lider chiqish uchun Erdo'g'anni qo'llashimizning bizning erkinligimiz va hurligimizga bir tiyinlik foydasi bo'lmayli qolmay, bizni yanala mustabid hokimiyatlarga qul bo'lishga rozi millat holatiga qaytirdi. Bizga kerakki o'z tuprog'imizda o'z kimligimiz bilan Alloh bizga bergan hurlik va erkinlikdan to'liq bahramand bo'lgan holda dünya çoğ ailəsinin qanunluq bir a'zosiga aylanib, normal hayot kechirish. Shunga Erdo'g'an haqida ko'p tush ko'ravermayli. Reallikqa qaytib kelayli. Ko'ngil xalqimiz qul bo'lishga emas, hur yashashga muhtoj. Yani musulmon dunyosining liderlarining himmatiga qul bo'lib emas, o'z davlatining haqiqiy xo'jayini bo'lib yashashga haqliq. Tugidi. 2019 yil 13 iyul